Salom hammaga, nomer adillar, sizlar bilan Xovon. Bugungi videomizda biz sizlar bilan oxirgi so'nggi qaynoq MMA xabarlarini muhokama qilamiz. Ayniqsa ertaga bomba janglar bor, bilasizlar. Shakarsan, shakar. Birinchi O'zbekiston jangchilari haqidagi xabarlardan boshlaymiz. Sanjar Zokirov haqida ancha bo'ldi gaplashmaganimizga, juda ham hozirgi payt yaxshi jangchi, yaxshi ketayotgan, hamma yo'g'i joyida, universal jangchi. Yaqinda hatto UFC'da ham ko'rib qolishimiz hech gap emas. Aynan mana shu jangchini, demak, jangi bo'lib o'tdi Bangkokda, Tailandda. Jang MMA qoidalaricha bo'lib o'tdi. 3 raund etib belgilangan jang. Ikkinchi raundda Sanjar Zokirovning foydasiga nokaut bilan yakunlandi. Uni raqibi 33 yoshli Eko Roni edi. Uni mag'lubiyatga uchratdi va 14-chi mag'lubiyatsiz g'alabasini qo'lga kiritdi Zokirov. To'g'risi bu ketishda yaqin orada ushbu jangchi Sanjar Zokirov UFC'da ham bo'lishi mumkin. Aynan mana shunaqa jangchilar kerak, bilasizlar, UFC'da. O'shuning uchun kutib qolamiz. Nima deb o'ylaysizlar, UFC'da ushbu jangchini perspektivasi, ya'ni kelajagi qanaqa bo'lgan bo'lardi? Kommentariyada yozib qoldirasiz va umuman bu jangchini taniysizmi va kuzatasizmi o'zi? Obunachilarimiz bunaqa super janglardan sovg'a qilishmoqda. Aybxon promogotini opisaniyadagi, kommentariyadagi silka orqali o'tib Telegramga, o'sha yerdagi silkadan ro'yxatdan o'tishyapti. O'shuning uchun siz ham bonusingizni olib oling va sizlarga hammalarga omad tilayman. Omaddan boshqa narsa yordam bermay qolishi mumkin. Yana bitta jang LFA 203 turniri Las Vegasda bo'lib o'tdi MMA bo'yicha. Ushbu demak turnirda Ramazon Temirovning ukasi Azizbek Temirov jang o'tkazdi. Ushbu sekundanda albatta akasi edi va mana shu jangda ilk bor mag'lubiyatini qabul qildi Azizbek Temirov. Albatta, mag'lubiyat achinarli, chunki Azizbekni biz kutgandik UFC'ga kirishini yaqin oralarda. No, menimcha bu ozgina cho'ziladi, lekin kelajakda o'ylaymizki, kuchli bo'lib qaytadi. Jang to'liq davom etdi. Braziliyalik jangchi edi, uni raqibi Daniel Araujo edi, braziliyalik. Xullas, ana shunga hakamlar aynan braziliyalik jangchini qo'lini ko'tarishdi. Hech qisi yo'q, kuchli bo'lib qaytamiz. O'zingizni ustingizda ishlang. Endi asosiy janglarga keladigan bo'lsak, ertaga UFC 313 turniri bo'lib o'tadi. Ushbu turnirda eng kuchli, eng kutilayotgan, hamma kutayotgan jang albatta Alex Pereira va Magomed Ankalayevning jangi. Biz kutyapmiz ushbu jangni. Kim g'alaba qozonadi? Haqiqiy stoykada boksda urishadigan jangchimi yoki universalroq jangchimi, ya'ni Ankalayev? Mana shuni hamma kutmoqda. Ular tarozidan o'tishdi. Nimadan kerak bo'lsa hamma yoqdan o'tishdi. Jang aktual haligacha. Bundan tashqari do'stlar, albatta biz kutayotgan juda ham qiziqarli, qo'lli jang bo'ladi. Albatta ovqatlanib ko'rib bo'lmaydigan jang. O'zi menimcha ovqatlanmaysizlar, roza bo'lasizlar. Justin Gaethje va Rafael Fiziyevning jangi. Ikkinchi jangi bo'ladi. Bu jangda ko'ramiz qanaqa bo'ladi. Menimcha birinchi jangdan ancha qiziqarli va qonli bo'ladi, chunki ikkalasi ham bir-birini yaxshi bilishadi va nozik taraflarini o'ziga qarshi ishlatishga harakat qilishadi. Bu turnirda mana shu ikkala jangni haqiqatda kutishga arziydi, ko'rishga arziydi. Hatto xabari yo'q bo'lgan odam ham UFC'dan, lekin xabaringiz bo'lsa va umuman janglarni yaxshi ko'rsangiz, boshqa janglarni ham ko'rishni tavsiya etaman. Umuman turnirda hammasini, chunki qiziqarli va yangi chempionlar, kelajakda bo'lajak yangi chempionlar paydo bo'lishi mumkin ushbu turnirda. Yana bitta ajoyib xabar, bu Dvalishvili va O'Milining ikkinchi jangi aniqlanmoqda. Ya'ni 8-iyunda UFC 316 turniriga belgilanmoqda. Ularning revanshi birinchi jangda bilasizlar, Merab g'alaba qozongan ancha ustunlik bilan. Menimcha ikkinchi jangda ham aynan mana shunaqa ssenariy bo'lish ehtimoli juda ham katta. Chunki hozircha Merabga teng keladigani yo'q. Merabni juda ham gabaritlari katta va mana bu un bilan qarshi jang o'tkazayotgan jangchilar juda ham nozik va unga teng keladigani xullas hozircha yo'q. No, Merabni davri nima deymiz? Bu jangda kim g'alaba qozonadi? Kommentariyani portlatishinglar mumkin. O'qib chiqish qiziqarli bo'ladi. Yazsang o'lasanmi? Sizlar bilan Aybxon bo'ldi har doimgidek. Mana shunaqa xabarlar ertagacha ko'rishguncha deb qolaman, chunki ertaga ham ko'rishamiz baribir. Iloji yo'q. Hammalarga chao deb qolaman. Like, kommentariya, obuna kutaman.